Issiqda ko'p yurmang. Aks holda siz saratonga chalinishingiz mumkin. Gap shundaki, quyosh nurida uzoq vaqt qolib ketish saratonning melanoma turini qo'zg'aydi. Xo'sh, melanoma qanday kasallik? Agarda bu kasallik haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmasangiz, demak ushbu video aynan siz uchun. Melanoma eng kam uchraydigan, ammo agressiv teri saratonlaridan biri bo'lib, agar kech aniqlansa, o'limgacha olib kelishi mumkin. Melanoma asosan sariq tanli odamlar terisining quyosh nurida kuyishi natijasida rivojlanadi. Teri melanomasi odatda 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lganlarda paydo bo'lish ehtimoli yuqori. Melanoma teri saratonining eng xavfli o'smasi hisoblanadi. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, erta davrlarda, ya'ni u endi paydo bo'lganida uni darhol aniqlab davolash osonroq kechadi. Kasallik ko'zga ko'rinadigan bir nechta belgilar, ya'ni hol yoki dog' bilan namoyon bo'ladi. Xulosa qilishga shoshilmang. Tanangizda hol yoki boshqa dog'lar bo'lsa, sizda teri saratoni bor degani emas. Inson tanasidagi barcha hol yoki dog'lar xavf tug'dirmaydi. Agar holning yarmi ikkinchi yarmidan keskin farq qilsa, hol qirralari notekis, rangi o'ta to'q, diametri qalam diametridan katta bo'lsa, shifokorga uchrash tavsiya etiladi. Zamonaviy sayti siz uchun eng foydalilarini ulashadi. Bizni kuzatishdan uzoqlashmang.